Sivilizatsiyani qanday qilib bosqichma-bosqich buzish mumkin? 18+ kontentlarni bepul qil. Xudo yo'q de va uning o'rniga o'z ideologiyangni qo'y. Har kim xohlagan narsasiga ishonsin. Qanchalik mantiqsiz bo'lishi muhim emas. Natijada Xudo bilan kelgan haqiqiy to'g'ri axloqni unutishadi. Endi faqat sen yaratgan qonunlar ishlaydi. Bolalarni ota-onasi emas, o'zing tarbiyala. Buning uchun ularning ota-onalarini band qil va ularni maktabga yuborishga majburla. Sekin asta ularga kim bo'lishi va qanday fikrlashini singdir. Ovqatni, suvni, havoni, odamlarni ahmoq va kuchsiz qiladigan kimyoviy moddalar bilan zaharla. Keyin shu zaharlanish oqibatlarini bahona qilib hokimiyatingni kengaytir va odamlar ustidan nazoratni kuchaytir. Yana ham chuqurroq kirish mumkin. O'zing yaratgan tartibsizliklarda odamlarni aybla. Har kim o'zini aybdor va arzimas his qilsin. Shunda ularni boshqarish yanada oson bo'ladi. Odamlarni birlashishiga qo'yma, ularni bir-biriga ishonchini yo'qotir, izolyatsiya qildir. Bo'lingan podani boshqarish osonroq bo'ladi. Qizlar uchun tanasini sotish, ko'rsatish normal degan g'oyani yo'y. Yigitlar uchun esa zaiflikni me'yorga aylantir. Masxarabozlikni me'yorga aylantir va oxirida komfort va ko'ngilochar muhitni yarat. Shunday bo'lsinki, odamlar qaysi tizimda yashayotganini ham, undan chiqish yo'lini ham borligini ham bilmasin, o'ylab ham ko'rmasin. Natijada sen ulardan marionetkalar yasaysan. Shaxsiyati yo'q, fikrlashni unutgan, qanday yashashini bilmaydigan va qarshi chiqishga na kuchi, na vaqti, na xohishi, na ilmi bor odamlar. Endi bitta narsa, Xudo yo'q deydiganlarga men bitta narsani isbotlayman. Qara, domino bor. Dominoni 5-chisi yiqilish uchun 4-chisi yiqilishi kerak. 2-chisi yiqilish uchun 1-chisi yiqilishi kerak. Agar senga savol, dunyo qanday yaralgan deydi ular? Big Bangdan yaralgan deydi. Okey, Big Bang o'sha yiqilish bo'lsa, birinchi dominoni yiqilishi bo'lsa, uni kim yiqitgan? Dominoni birinchisini kim yiqitgan? Logika. Men senga Qur'ondan aytmayman, dindan aytmayman. Sen bunga ishonmasliging mumkin. Ilm-fandan aytmayman, chunki bunga ham ishonmasliging mumkin. Asosi yo'q deyishing mumkin, lekin logika nimadirni yaralish uchun turtki bo'lishi kerak. Bu degani Xudo bor. Sen Xudoni qo'yib, uni yaratgan narsalarni qo'yib, uni qonuniyatini qo'yib, mana bu tizim, mana bu matritsada yashayapsan, unga bo'ysunyapsan. Buni javobi bor.